Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana Germaniyada qorlar yog'ib, buzoqlarimiz ham mana qorda tagida qoldi. Qaranglar. Rahmingiz keladi bularga. Nari ichkari quruq, lekin mana bu yerda qor. Mana hammasi buzoqlar bor ichkarida. Endi yangi, bu o'zi asosan yozga mo'ljallangan buzoqlar turadigan joy. Qish kuniga ham endi alohida joy qilib qo'ydik. Endi uni qurish kerak. Mana buzoqlar turishini qaranglar, rahmingiz keladi. Bechoralar. Endi bularga alohida joy qilamiz. Germaniyada molxona qurish ancha qimmat. Misol uchun mana bitta buzoqga joy hisoblaydigan bo'lsangiz, eng kamida 1000 euro baholanadi. U degani 50 ta buzoqqa joy qilaman desangiz, eng arzoni 50 ming euro, bo'lmasam 70 ming, 80 ming euro ketadi shu 50 ta buzoqqa. Shuning uchun qurmasdan turibdi. Endi dolasi endi balkim keyingi yilga quramiz. Bo'lmasam buzoqlarimiz -8 bo'ladi ertaga, sovqotishi mumkin.